Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun obzorimizda Nexia 1. Yil necha aka Nexia? 97. 97 yili. Probegi? O'zining radioy probegi 245 ming. 245 ming yurgan ekan. Motor holatlari yaxshi. Moy yemaydimi aka? Yo'q, motor Qadovlar holati cho'tki, to'g'rimi? yaxshi. Konteynerlar bor ekan, konteyner ishlamagan faqat. Shunday. O'sha holatini ko'rishingiz mumkin. Kraska qayerda bor aka? Kraskasi arqa kriloda bor. Kraska orqa kriloda bor. Ash kriloda bor, keyin Bu petnommi yo sepilgan bo'lmi? mashina sepilgan kriloga Bo'lmi polni. sepilgan. Ha, udari bo'lmagan, lekin o'tmagan. Salonlar yaxshi ekan. Salon ko'rsatishingiz mumkin. Salon o'yna ko'tarish to'rttasi ham ishlaydi, ha? Ishlaydi, ha. Rullari yaxshi holatda turibdi, poligi bor ekan, chexoli bor, 5 talik korobka. O'sha holati yaxshi. Narxi nech bilyapsiz aka? 3200 so'rayapmiz aka. 3200 so'rayapmiz. Biz podpischilarga nech pul qilib berasiz aka? Hay kelishtiramiz. 3000 dollar bo'ladimi? 3000. Naqd bo'lsa beramiz. Bo'ldi, naqdga 3000 dollarga pasport egasini nomerlarini qoldiramiz, telefon qilishingiz mumkin. Rahmat aka. Bo'ldi, ketdi. Bitta nomeringizni ayting. Nomer 97lik, 77lik 77lik 305 Mhm. 51 53. Bu obzorimizda Nexia 1. Mana egasini o'zidan so'raymiz. Aka yil nechi? 2006. Yil 2006. Motorlar ustunli qilingan ekan. Azosha filtrlar qo'yilgan, motor ustunli qilingan, 4-paketli gazi bor ekan. Kondisioner 3. gaz 3 ha? Ha. Kondisioner ishlaydimi? Yo'q, ishlamaydi. Kondisioner ishlamaydi. Akkumulyator yangi. Ha, yangi, zakonli akkumulyator. Kraskasi qanday aka? Tomdan pastda asfalt bo'lgan aka. Kraskasi tomdan pasti, luki Ichiga ishlaydi. o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Salon holatlari ideal turibdi. Probegi qanday aka? Probega 2 kruga bormagan aka. Probegi 2 krukka bormagan. Mana salon ko'rsatishingiz mumkin. Saloncha idealniy turibdi. Nech pul aka oxirgi narxi? Nech pul qilib berasiz? Ha, endi kelishamiz aka. Nima bo'lsa, kelsinlar, ko'rsinlar mashinani. Bo'ldi akam 4100 deyapti. Yana o'tib beradigan joy bor, gazlari bor. Bitta. Kraska tomdan past asfalt bo'lgan. 4 ta yumshoq balon qo'yilgan. O'shancha holati idealniy, apshifkalari ham. O'yna ko'taradigan to'rtalasi ham ishlaydi. Egasi nomerlarni pastda qoldiramiz. Bugun obzorimizda Nexia 2 ni oppog'i, navorot qilingan Nexia 2. Faralarga ahamiyat berasiz. Faralar tuning qilingan, M3 bamperlar. Как dizayn, BMW dizayn qilingan oldi. 4 ta diska qo'yilgan. Diska ham yaponskiy stilda. Oldi tormoznolari Lasetti. Orqa o'ziniki turibdi. Kraska yo'q deyapti akamiz. Narxi 9,5 ming dollar. Kelishgan joyi bor. Orqa sporlar qo'yilgan. Pisok fari. 4 ta gulchda NMZda qilingan. Toshkentda video registratorgacha bor. Nomer 323. Krugovoy tonirovkasi bor. Tonirovkaga ruxsati bormi aka? Ruxsati bormi tonirovkaga? Mezikar pultlari bor. Motorni ko'rsatamiz. Motor shasi ham lekin ustunli qilingan ekan. Mana motorni ko'rishingiz mumkin. Bazoshin filtrlar, pavk qo'yilgan, akkumulyatorlar yangi ekan. Bu mashinamizga apparatura ham yig'ilgan. 4 ta stradniy kolonka, tablo освещения. 205 bar, 205 Mercedes sedinalarigacha qo'yilgan. Mashincha idealniy. Kimga qiziq bo'lsa, egasi nomerlarini pastda qoldiramiz, telefon qilishingiz mumkin. Kimga Mazda qop-qora Gentra kerak bo'lsa, 2023 bugun sotuvimizda qop-qora GBO. Mashinamiz yangi turibdi. Faralar oldilar, zavod turibdi. Navorotlar kelgan bo'lsa, 909 pulti bor, Magicar. Salonda Tesla monitor, polik evakor qo'yilgan, 4 ta yumshoq balon qo'yilgan. 3-pozitsiya bari boshqachada, avtomat korobka. Akvaprintlari bor, mana o'zini zavod holatda turibdi mashina. Faqat polik qo'yilgan monitor, kerakli navorotlar qilingan. Magicar pulti. Mashinamiz kraskasi yo'q, absolyutni top-toza. Narxi 13 ming dollar. Kimga qiziq bo'lsa, egasi nomerlarini pastda qoldiraman. Telefon kelishingiz mumkin.